Assalomu alaykum hammaga. Biz Xorazm viloyati Shovot tumanidamiz. Bu yerimiz bizda 19 yilda Ijtimoiyat mahallasi, Baynalmin ko'chasi 3-uyda Arka oyog'ini uyindamiz. Bu uyimizdan hamma material o'zlarimiz bilan kelib, ko'mirdan atapini o'tirib berdik. Kotelimiz 4 kitobli arshivka bo'lgan varianti. Somatik ishlash uchun kraniklar ham qo'yib, nasoslar ham qo'yib ishlatib yoqib berdik. Xudo qalasa kotelimizni yoqib qizdirib topshirib berdik. Otaplenamiz 65 gradus bo'lib turibdi. Xudo qalasa ichini ozroq o'tin solamiz, ko'mir yo'q bo'lganligi uchun. Asa ko'rib kuzatib borasizlar, ichida aytilgan ishlarni bir qadar ko'rsatib, donishtirib o'tamiz. Morimiz 127 lik bo'ldi, 5 metr ishlatib berdik. Yerdan balandligi 6 metr bo'ldi. Podachimiz 32 lik, avratlarimiz 25 lik bo'ldi. Uyimiz 13 tochka bo'ldi, 9 yere batareya qo'yildi. Kotellarimiz, nasos sistemalarimiz harakasi bir tochkaga hisoblandı. Buni otaplenasi bor edi, hamma yeri turba bo'lib turadi. Ularni olib tashlab, joylatib, o'rnini tozadan tortib berdik. Ko'p do'shiklarini o'zini avvalgi do'shikini to'g'rilab, boshqa yerlarini buzmay, qo'ldan kelgancha akkuratni deb ishlab berdik. Dalanimiz kattaroq ekan, shuning uchun 500 lik batareya ishlatdik. Hammalarimizni 20 dan 2 yere qo'yib berdik. Bu birinchi batereyamiz, bu ikkinchi batereyamiz. Otaplenamiz ko'rib turganingizdek samochok sistemada ishlab turibdi. Bu yerimizdan rashidilni baka chiqarib berganmiz. Bir kuxnyamiz, birimize 15 lat birini qo'yib berdik. Spalniyalarimiz ham koteldan uzoqroq, ham xonalar kattaroq bo'lgani uchun 18 dan 18 dan spalniyalarimizni qo'ydik. Bu 4-chi batereyamiz. Bu 5-chi batereyamiz. Bu ham aytib o'tganimdek, shu spalniyalarimizni koteldan uzoq bo'lgan inobat olgan holda 18 lat bir yere qo'ydik. Keyin birimiz bani bo'lib ekan. Baniga taqlab qo'ydik. O'rtadan pergotga bo'linib, baniga moslanadi ekan. Shuning uchun birini o'zini o'nlatib bir yere qo'ydik. Har bir batereyamizga rossiyskiy amerikankali latunli kraniklardan qo'yib ishlab berganmiz. 90 gradus bukib, rezvalarni yo'nib. Shu har bir rezva yo'nib 90 gradus bukkanimizda uyning egasida har batareyada 20 ming so'm, 25 ming so'm ekonom bo'ladi. Birimiz koteldan girib kelaverishda başta birinchi tochkamiz, shuning uchun beri 15 latib birini qo'ydik, ham pasti balandi, ham yerdan turba o'tganini hisob olgan holda. Bu koteldan girib kelaverishda birinchi tochkamiz. Berimizdan 15 latib birini qo'yib berdik. 32 metr 32 lik, 78 metr 25 lik, 30 metr 20 lik ishlatib berganmiz. Asa shu ko'rib kuzatib boraverasizlar, xudo qalasa. Chiroyli otaplenlarni chiqarib boraveramiz. Bu yerga ketgan hamma materiali, koteli, usta haqqisi, materiallari, hamma narsasi 32 million 127 ming so'm pul bo'ldi. Kelgan vaqtimizda $1000 avans oldik. Bugun hisob-kitob etib, spesiyada xudo qalasa qolgan pullarni ham hisoblashib topshirdik. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, obuna bo'lib qo'ying. Ko'mir atapleni o'tiraman deb bilgan donish bilishlar bo'lsa, videoni tashlab qo'ying. Kanalimiz rivoji uchun bizga manfaatli bo'ladi. YouTube videolarimizni shunday rekomendatsiya etib, keyingi yurtdoshlarimizga chiqarib beradi. Shu layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoldiringlar. Sog'lom va salomat bo'linglar. E'tibor uchun hammaga rahmat.